Assalomu alaykum, salomat kelibsiz. Oldi bilan qonunimizningki taklifini qabul qilib, qimmatli vaqtingizni chiqarib kelganingizga rahmatimizni bildiramiz. Siz mushu Elishqo voqeasiga, yana Elishqo voqeasini ko'zingiz bilan ko'rgan tirik bir shohid bo'lishingiz bilan shu vaqtdagi bo'lgan bir ishlarni ekran oldidagi qarindoshlaringizga bir tafsili so'zlab bergan bo'lsangiz. Tamam bo'ldi. Bu voqea 2014-yili 7-oyning oxirlarida deyman, vallahi halim esimda qolishcha. Bu voqeani tafsil so'zlashdan burun bunun nurg'un bo'lgan voqeliklar bor buni oldi. Buni tafsil tushuntirish kerak. Buni tafsil desam, bu voqea chiqishdan burun taqriban 2-3 kun burungi deyman. Elishqo yuzasidan keng ko'lamli bir uchiq sot echiqliq hamda. Shu yakandaşniki har qaysi yez bozorlaridan bo'lsin, shu ilqi tashviqot varg'i chiqarilgan hamda mishlar uchiq sotga kelib qatnashishni ham qilamiz deb, hattoki ba'zi yezlarda majbur opog'ashlar bor, masalan, kent kadamlarni-chu, ay sotib borsa deb. Bu yerga uchiq sotda qanday kishilar uchiq sot ochadi deb berilgan nurg'un kishilar. Bu vaqtda qarasa, tuni 8 yoshdan tortib, yuqorisi 19 yosh bo'lgan, onun yuqorisi 20 yosh chiqib, bundan chiqmaydigan qarindoshlarga uchiq sot aşağıdaki balağa uchiq sot echiqliq. Bu nima sababdan balağa uchiq sot ochadi desa, bu endi Xitoy tajovuzchilarniki bular qarchaplash, nimsamdayliqi, bular talab din o'qigan, nimadan bilish uchun muyda siyosat qilinayotgan deb shularni majbur tutib kelib, ashlarga ilqi uchiq sot echiqliq. Bunun bir Xitoyniki maqsadli qilgan bir nimasi bu. Xalqni qo'zg'ash uchun. To'g'ri, Turkiston nurg'un yerlarda ish chiqdi, uni anglagan bo'lsam mumkin. Hatto biz angladik. Xalqni majbur qo'zg'ash uchun ash fikrlarimizga ham ash qarindoshlarimizga ochiq sot echiqliqda. Shundan bilan bu sotdan tarqagan Elishqo yuzasiga shu hamda xalqlar nima sababdan bu yosh kichik bola o'lim jazosi berdi, o'lim hukm qilib bularning qilgan gunohi nima ekan? Shu 8 yosh, 9 yoshdan 19 yosh bo'lgan o'lim jazosi hukm qildi. O'lim jazosi hukm qildi. Shundan bilan bu yerda xalqning idisini o'tmaylik. Nima bu kichik, hattoki 18 yosh kirmagan, hattoki 18 yosh to'shmagan bola o'lim jazosi berdi deganlikda xalq qo'zg'olonlik qo'yadi. Shu kunsi shu Elishqo ma'lum bir kanatda jamoat masjid namozi o'qib chiqarlik qo'ygan. Namoz o'qib chiqqanda bu xalq yana fikr tashlab, bizningki namoyish qilish erkinligimiz bor. Nima ish namoyish qilmaymiz? Adiyada shu xalq namoz o'qib kirganda shu Xitoy tajovuzchilarining qo'yib qo'ygan istixborotlar masalan, istixborot josuslar bo'lganlar. Josuslar bo'lganki, ular bevosita xabar qilganlar. Kiyat kishilar masjid namoz o'qish jarayonida u josus xabar qilayotgandan keyin kelib bevosita harbiylikka kelib, sen nima ish bunda gap qilding deydigan gap so'z yo'q. Bir ig'iz savol so'roqsizlar kirib masjidning ishtikanini hammani etib tashlag'lar qo'yadi. Men masalan deb berganim mubolag'a qilib, ya bo'lmasa ko'p turib qilganim emas. Bu amaliy bo'lgan voqea. Shuni etib tashlagandan keyin u yerda xalqlar qanaqa o'qna ovozini anglaganlar, bu chiqsa masjidda namoz chiqqan jamoatning hammasi yetiqliq u yerda, hammasi shaytib ketaylik. Shundan qanaqalar jamoat u yerda Elishqo yuziniki xalqlar tarqaydi ekan birdan. Tarqagandan keyin u yerda xalq qo'pib, to'xta, biz namoyish qilmaymiz. Tungin taxim yoki o'zimizning baldiriq sot ochsa, o'lim jazosi buyursa, keyin kelib masjid namoz o'qiyotgan xalqning musulmonlarni qirsa, nima ish biz namoyish qilmaymiz degan umidda xalq qo'zg'aldi. Qo'zg'algandan keyin shu o'lim jazosi bergan bolalar shu Elishqo yezliq Saqishxonda bordi. Saqishxondan noyik o'tkish bo'lish orliqda xalqning jiddiy biz to'xta, biz jiddiy namoyish qilib, mavlarni aytib o'tdi, Allohning bo'lsa biz namoyish qilib, biz qusquzlik bo'lib qolsa namoyish qilib qusquzaylik. Shu odat bo'lsa, bu Saqishxonniki xizmatchilar bo'lsin, Saqishxon xodimlari bo'lsin, bular bizga bostirib keldi, bizga hujum qilib keldi, terrorchilik keldi deb yuqori qilgandan keyin harbiy bevosita masalan bostirib kelib, yaqinlashni ishdan chiqarib harbiylar kelib bevosita etiqliqlarni qarab qo'ygan. Etiqliq u yerda xalqlar taraf qochib qolgan. Andan keyin qanaqa qilish kerak? U yerdagi xalqlarning ko'pincha to'xta, biz bekat usaqni o'ldirdik ekan. Bizning qo'limizda tumirning partiyasi ya birda brending bo'lmasa buni qarshi qanday qilishimiz kerak degan ekan. U yerdagi xalq endi to'xta, biz bunda o'ylab ketguncha vatanimizni, millatimizni qutqizish uchun qo'limizdan kelganini qilaylik deb yo'lga chiqdik. Cho'ng yo'lga chiqib
qo'ldan kelishicha yo'ldagi toshlarni ilib shu yo'ldan etib, to'sab, kelgan yuk mashinalari bo'ldi. Xo'sh. Yük mashinalarini, shu yuk mashinalarida kelgan shoferlarni masalan, ularning hammasi Xitoy. Ko'pincha yuk mashinalaridan ko'pincha Xitoy. Bular taqriban 43 ta yuk mashinasi to'saqliq. To'sqayada o Xitoydan tushib, yo'l cho'ng'ishib ko'ksitib, ularni urug'liq sen to'xtab, o'tma, o'tkazmaymiz sen deganingki sen nima ishni o'tkazmaysan deb, yo'da oldin to'sqan shu xalqniki u tushib bilan urug'liq. Va u mashinada kaltak saqlaydi emasmi bu? Masalan, Xitoy Dianbang deb qo'yib to'q kaltigi. Yani ashlardan kelib u xalqlarga yig'ib qo'ygandan keyin to'xtab, bularni bizni qarshi qo'yibdi, o'tkazmaymiz deb qandan keyin sürkülüş çıqqandan keyin andan keyin bu ishbag'an sürkülüş keskinlashib ishbag'ansi cho'ng'aygandan keyin shuni bilan bu Xitoy tajribasi bu yakunlashni chiqqan harbiylar yetishmaganlik bu yerda. Yetishmagandan keyin o'ziniki masalan shimol tarafdan Aqsu tarafdan harbiylar keraklik bevosita tikishlardan harbiylar tashlaqliq, qog'liqdan harbiylar chiqqanlik, ashta qilib hattoki shu yo'lda ko'rgan, elish qo'yusi ko'rgan, yo'lda mayli yo'lga chiqqan odamlar bo'lsa, e'tibor, otda buyruq berganlik harbiylarga. Bergandan keyin qanaqa e'tiqliq, shu mayli kichik bola bo'lsin, mayli cho'ng odam bo'lsin, mayli ijozatni u ishning xabari yo'q, ijozat ishlayotgan ishlar bo'lsin, shularni etib tashlaqliq. Hatto bir hayvonlarni bilim qilmoqlikda bular. Shu keng ko'lamlik bostirib shu uchirgan etib harbiylarga shu qattiq buyruq berganlik. Hattoki avvaldan aytgan bir piyoda askarlar kelib, uylarga kirib, qor qo'yib aytganlikda buni. Avvaldanmi bor ma'qulliklar? Avvaldan o'rg'liq, tikishlarga kelib. Qandiki u endi bizning tariximizda cho'ng'ilib, men tug'ilib bir unda bir vaqani o'zbagini anglagan, lekin buni o'z ko'zimdan ko'rib boqmaganda buni. U vaqtda bu ishlar bo'lib, vaziyat keskinlashib ketaylik, hatto biz uydan taloq chiqishga ensirab keldik. Bu uydan taloq chiqding degan gap shu. Sen o'lding degan gap. Hada bu uydan taloq chiqqan bog'liq. Masalan, o'zining uydan bir bola sirtga chiqib ketgan bo'lsa, shu bolani ekirishga jur'at qilmaylik. O'zining ota-onasi o'qadim. Masalan, shu Allohdan ajda bo'lib, shu uydan masalan bir oiladan bir bola chiqib ketgan bo'lsa, uning jasadini deb bog'liq. Yani bir oiladan bir bola chiqib ketgan bo'lsa, uning jasadini deb bog'liq. Shu uyning ichida o'tirib saqlanib qolgan odam, hayil qilib qolganlar, tashqi chiqqan odamning hammasini qilib o'taylik. Ya şunu olan bu iş bo'ldi kengayib oxirida shu qarindoshlarimizni shu qo'g'lab yurib, hayil qog'allarni qo'g'lab yurib tutib, hattoki mening bilishimcha 7-8 birodarlarni uyga kelmay, masalan, moyizni yembirizni qatlab ayda chiktiklik piyadmi chiktiklik ham ashadki, masalan, ziraatlarning qetida yetiliqchi, masalan, qunoliq deymiz, qunoliqni qetida ashlarni shu Xitoyniki o'ziniki jasuslarga shu bizning ishlarni ish qilib turib ashlarni tep hattoki shu kamera qilish uchun, video qilish uchun, tashviqot qilish uchun ularni iliqi Qur'on tashlasang, sen hech kameraga ato qilmas, sen nima qilamiz degandek gap so'zni qilib, oxirida shu tashviqotni oxirida qanaqa qilgan uni aytaylik. Naq maydonda gap so'raydigan shu hamma aytaylik. Anqadar ilish qo'yishda bo'lgan vaqani o'lib ketgan kishilarning jasadlari degan andayliqqa muammolar muborak qilgan emasmi bu? Shu ko'chalar qarsanglar bir xil kino filmlarda bo'layotgandek, ashna bir qo'rqinchli hodislar qarsanglar shu qallar deganlar shu unda suvda eqib ketgan yo'lda. Kishilar shuni bilan deb nima qilishni bilmay turg'asida shu majbur uylarga kirib, kishilarni elib chiqib, hattoki jasadlarni o'zining qarindoshlarning jasadlarini shu yuk mashinasiga besib ekdik. Hatto jasadlarni bermaylik, masalan, mening bolamni deyishga, mening onamni, mening ukamni, mening dadamni deyishga jur'at qilmaylik yana xalqlar. Jasadlarni mashinaga o'zini bos qilsaydilar, u jasad nega olib kelgan kim bilmaydi. Shuna bilan hattoki u ishlar so'zlab, kuniz besiqmay, u kech kunduz ustimizda nima bor? Tikishlar bilan bor. Hamda Evimiz qo'rqdik da, sen uyga qilsam bo'lmaydi, men hatta uydan chiqishga jur'at qilaman. O'g'lan u ish bo'lib, u kinsi hamda qanday bir aram oldikki, qanday bir nima qilib, qat'iy esimda yo'q. Qo'rqinchdan dadi yurgimiz olamiz qilib gap qilishga bir kimga unda bir gap qilamadik. Hatto bir odat bir xalo chiqib bir
Terras söndürüşünün qo'rqoqligi biz andiqamiz. Bu qarshi ko'rsatsa qo'limizda bir tig' yo'q, ya bo'lmasa qurol yo'q masalan. Qarshi ko'rsatmaymiz. Shu to'shiq chiqsamiz uchun sababsizlar aytadi. Mumkin tutish mumkin, lekin mayadni tutqanmas ham bir yerga olib yetish mumkin. Ashta holat bo'lganki, hech kim sirtga chiqamaydi. Shuning bilan bu ishlar yuz berib, ertasi butkul namdayliqi buyruq tushdi-da yeziklarga. Butkul yaqin nashki, butkul yez bozorga buyruq tushirdi. Mayli shaharchilik bo'lsin, mayli yez bozorlik bo'lsin, hammasi buyruq tushirib, har bir uydan birdan erkishi cho'qim qo'liga nim olsa shuni elib yo'lga chiqish kerak. Hukumatga harbiy xodimlarni maslash kerak. Adab biz terrorchilarni tutamiz deb butkul adamdan olib chiqalik. Masalan, har bir yuzdan masalan bir uydan bir erkak chiqamiz, shu erkakni olib chiqalik masalan. Qur'on yetganlar bo'lsa, olib chiqalik. U nima olib chiqadi desangiz masalan, uyda masalan ketman bo'lsa, ketmanni, kaltak bo'lsa, kaltakni, og'ri bo'lsa, og'rini, ya bo'lmas ay qanday nim bo'lsa qo'lga chiqqan narsani olib chiqadi. Harbiy xodimlar bilan tanmaslashib yo'l boqadi. Harbiy xodimlar shu Uyg'urlarni oldiga chiqarib qo'yib turib, bular keyinda, 100 metr keyinda bular shu kuzatib turdi. Masalan, qurolliq. Hatto kishilarning hammani sap bo'lib, masalan, bir mantiqani tozalamoqchi bo'lib qolsa, shu mantiqiga sap bo'lib kirgizdi hammasini. Har orlig'ini 5 metrdan yoki ba'zidan 3 metrdan, ba'zidan 10 metrdan degandek sap bo'lib, ayda rad masalan, qunoqliq bo'lib qolsa, qunoqning orlig'ini ayda mang'izib, hatto shu qunoqlarni urib, vaqirtib, shu masalan, qunoqni bo'lib qolsa oldimiz chiqdi deb, ustuna ovodni kuzataylik. Andin ovodni bir tal tukcharatdan shu qurolliq meng'aliq askarlar uni oldida qunoqliqda xalqni mangan bo'lsa, uning keyinda harbiy xodimlar meng'aliq qurolliq. Ular keyin qaytamaydi. Masalan, qaysa uni yetish ehtimoli yuqori bo'lgan. Shunlardan meng'ib jarayonda shu qunoqliqda aramayotgan nurg'un birodarlar tutilib qo'yiladi masalanchi. Terrorchi deb bilan ba'zilarni naq maydondan shu xalqimizning oldida aytib ba'zilarini tutib bekitaylik masalan. Bu ishlar bo'ldi shunda davomlashdi. Hattoki bunda shu chiqqan kishilarga mo'yla qusqiq bir tomoq yeyish vaqtimi bermay, ashuna o'zining harbiy xodimlaricha keyinda o'tirib, o'zining mashinada o'tirib tomoq yeb, o'zining qo'shiq to'yg'izib ishqilib. Masalan, bu buyruq degandan keyin u qo'lida tumanning partiyasi bo'lmagan, u kishilar nima qila oladi? Hech qilmaydi ekan. Shundan tamomda buyruq ma'noda ekan. Ashida bu tariqada shu mattak men chiqqan bo'ldim-chi ishlardi. Men chiqqan bo'ldim, chiqib tuduq hattoki bunda ma kanatga o'tmoqchi bo'lib qolsang, cho'qim sen ash kanatdagi ash mas'ul shaxsidan berib, sen cho'qim yeshil kart edishing kerak. Yeshil kart turib, tam uzishing kerak. Ma kanatga o'tsa, mo'yinlik vaqt berdi. Shu vaqtgacha sen qalblanib qolsang, sana jazo bor. Onda bir holat o'tdi. Shundan qisqa vaqtning ichida. Qisqa vaqtning ichida haydat nim qilib. Hatto shu kundan boshlab shu ilishqi masalan naysiz bo'g'ashning nimasilardan tam yakan naysda 6 oygacha to'g'ri to'xtaliq o'sha vaqtda. Men bilib 6 oygacha to'g'ri chiqamoqlikmiz. Faqat tilni so'zlashalasa to'g'ri chiqamaysa. Shu holat bo'lgandan keyin bu holatlar davomlashaveradi. Shuni taqriban shu ilishqi vaqasi chiqib 2 kundan keyinmi mening ayliqi bir yaqin bir og'aynim tuyishini o'g'irlashib qoldi-da. Qo'llashib qolgandan keyin to'yga chiqmaymi deb ikkilanib qoldim men. Qo'shni yizdimi yoki jaraqat? Qo'shni yizda bu, qo'shni yizda. Arlig'imizda 2-300 bor, 200 bor deyman. Chiqaqliq shundan tavakkul qilib chiqdim-da endi. Nimniki bo'lsa u meniki yaqin og'aynim. Hatto to'yimiz men birinchilab chiqmayman, men sen qo'lda shunma, men seni ishlaringga yaqin turma deb men o'zim va'da berib boshdan qilgan. U uchir qildi-da, chiqmamsa seni mo'yat bo'g'ashdan xabarim yo'qmi seni? Xabarim bor, lekin biz taraf jimga chiqqan. Deganki chiqdim. Chiqib naqavonla u yerda meni cho'ndadimni uyi bordi. Cho'ndadimni uyi bor, u og'ayimning ham bir kanatda, lekin bir yerda u og'ayimning ham bir kanatda, cho'ndadimning ham bir kanatda o'g'ilchi. Men chiqib bu to'yga bordim endi berib, kelinimni sog' salomat ekilib shunga berishgan shu kelinning uyida o'ylaqa saqchilar harbiylik yapiladilar. Sen bo'g'a ishlardan xabaring yo'qmi, aqasingni degandan keyin o ishlardan xabarimiz bor. Biz hukumatning ijozati olgan, biz turishq yezniki, bizga ruxsati bor deb tamoqsini tatmaymiz, ko'ksilga varaqchilik uchun. To'yqilmanda xatlar shu og'inamniki dadisi xat elib beradilar masalan. Biz ruxsat xatni ko'rsatgandan keyin unda bo'lsa
darhol mancha soat vaqt vermez, kelin ötkep ektise, dedi tamam deb ötkep yandıra keldik. Ötkep yandıra kelish jarayonida aytsa, ag'inimda biz 2 kun to'y bo'ldi-ku, yigitning uyida. Shuni bilan Ati to'y desam, qattiq yaqin tumsam olmaydi, men shu kunsa kelinga gap bo'lgandan keyin chongdan ketdim, chongdan ketgandan keyin chongdan o chiqib qo'ymaydi dedi. Sen taloq chiqma, sen chiqsang bo'lmaydi. Sen buga haqida xabaring yo'qmi? Xabarim bor. Men chiqmasam men qag'inam. Desam, uni desam, uni bo'lsam axir bo'lmaydi. Qechib chiqib ag'inam tuyuq bordim. Shu bir narsani deb kirdim. Kirishchanim ilqi ag'inamniki ochsi va bir qo'saq ochsi. Bu boshqa bir noyda bu yatliq bo'lgan bu. Bu ag'inamlik ishlar vaziyat anda keskinlishi anglab turganki, bular ilqi ag'inamni ochsi xabar qilmoqlik masalan, to'y kunismi. Kilamaylik xabar qilsam kilamaydi-da, baribir u ilqi yo'llatib to'saqlar taqib o'tilgan masalan, men o'tamaydim. Chuqur mashinaniki ruxsat qilib o'tamaylik. U ag'inamni xabar qilmoqlik. Shuning bilan u ag'inamni ochsi xabarni anglab nemish meni ukam to'y chaqamaydi, nemish dadam bo'lganim chaqamaydi deb u kunsi shu yo'lni deb berib shu naylik saqchi darsiga berib u yerdan menda chiqmoqchi edim. Men inimning to'ydi. Mushdan bir ruxsat qilib bergan bo'lsanglarmish, varaqqa bir ruxsat qilib bergan bo'lsanglar tam urib bersanlar deb bergandan keyin men tam urib deb chiqqiq. Chiqish jarayonida shu yakan narsani bir shu yezidan chegaralangan, shu noy bilan chegaralangan aniqda tekshirish punkti. Shu bu yerda kelganingizda o mashinada kelgan yo'ldoshdan kelgandan keyin u yerga kelib tekshirish punktiga amallik saqlovchilar ulardan pul talab qiladilar. 3000 Xitoy pul bersan, shuni o'tkazib degandan keyin sen nima ish Xitoy pul mening rasmiyatlarim emas turib tursa, ruxsat ish qildim tat, men hammalab chiqqansam mening ishlik kartamni tat, emas bor tursa, nima ish qilsam pul berma degandan keyin, pul bermasam o'tkazmayman degandan keyin, do'st keyin qayt degandan keyin, men o'tma degilik, keyin qayt. Bo'lmasa o'tmaysa degandan keyin tamam deb keyin mashinani yondirib Ba'zimizda keyin yenib qilib, ilqi to'y bo'lgan shu buradaniki depressiya azib bo'lgan vaqalik. Keyin yenib shuni yenib kelib bilan shu tashrish punktini bo'sab o'taylik mashinalar. O'tgandan keyin bu terovchi ekan deb bilan keyindan u saqch mashinalar qo'g'laqliq. Shu bo'lgan naqshliqchi dema hamda shulimi? Saqch mashinasi qo'g'lab keliglik u saqchlik kirmay u yerga. Shu yuqori uchur doklat yo'llar. Mo'yda terovchidan birsa, to'y kirketda bizdan qechibdi degandan keyin ular harbiyatlik qurolli harbiyni, to'liq qurollangan harbiylar aytdi. Aytgandan keyin u shu harbiyning kelishini saqlab harbiyga kelgandan keyin avvalan shu kentning saqchisini kirgizdik bu yerga. Kirgizgandan keyin kent saqchisi shuni bilan u yerda ayliqi biz uyga kirketgan mashina aqronlik mashina kirketgan ishbolni bizni chiqarib turganlar. To'yonsiz xotirjam o'tkazilganlar degandan keyin u yerda ilqi surkish chiqqanlar. Surkish chiqqandan keyin jiroqdan ko'zib turgan harbiylar, bular qo'zg'olon ko'taribdi. Deb bizning xizmat xodimimizni u yerda yaralandi deb bilan kelib bilan to'yga bevosita kelib. Uni oldi shu taqriban 20-30 tak to'liq Qur'onga harbiy kelib, undan keyindan o'ldi kirib boshqalardan yana shu nech mashinada harbiylik keraklik masalan, to'liq Qur'on. Keyin bevosita atrofni qurshab shu uyga bevosita tekshirib ko'rdim. Men u uyda men ag'inamni to'y bo'lgan keyin u kuni men ash to'yda bor shu xizmatlarni qilyapsiz masalan mehmonlarni kutadigan, mehmonlarni choy qo'yadigan, mehmonlarni qo'l suv beradigan masalan ashtamoq yetkazadigan ishlarni qilyapsiz. Bir cho'g'in tuyuqsizdan shu jangjilar bora cho'ring chiqetdi bu nima shu g'onada shundan ko'zlanmasam qurol kirgan harbiylar tarang turing. U mening qo'limni bor bir narsani men buni tashildim. Shu qish qaralgudim men. Shu ag'inamning uyi keyin ishkidilar. Qanday chiqetganini unutmayman. Shu qo'rqinchlikda shu tarang turgan olib chiqetdim. Shu bir shu ag'inamniki beg'idan keyin bir qo'noqlik hamda bo'chu. Kirdim, shu oldim qaynga shuni yugurib lanmadim. Yugurib masharanda men bilan qashib chiqqan barakashlar tushib qoldim. U akash mayig'mansan deydi, men mayig'manman deyman. U mayig'mansan deydi, unda ishimiz u yerdan olib ketdi. Allohda u akash harbiylarni oldiga chiqib keldi. Qechib kalsi qilib ketib, u akashning tusuqliq u yerda men qechib men qancha qachqanini uqmayman. Menga bir yakasam naq shu ish bo'lgan uydan taqriban 1 kilometr yiroqlikdamdi men. Qo'noq ovozimni chiqaraman, o tiniqni uzam qo'rqib degandek. Taqriban 1 soat aniq o'tdi deyman. O'ylasam, men piyoda qechib yiroq ketib olmayman.
Oysa men özümni qatnaş qurалы motosikletim var. Şu motosikletimi boldular, ep keteyem. Men motorumni ag'ilbadim atan. Bu ag'inamning to'yvoga ag'inamning uyninki atrofiga qo'yib qo'ygan atan. Şona bilan uyga ham tavakkul qilib bordim, qanda bag'ini uqmayman, bordim berib shu qechib chiqqan bog' bilan yani shu uyga kirdim. Kirib azroq men bilan o qonning yedlari bilan purganki bir xil beram qo'rqinish texambak beshib ketdi meni. Yani kelib o'yin ishlarga kirmay, moda aylanib, o'yin aylanib, yani o'yin oldiga kelib qarsam motorim bor ekan shu yerda.